Microsoft Excel dasturi. Microsoft Excel dasturi Windows ilova dasturlaridan biri bo'lib, uni ishga tushirish uchun pusk menyusining programma bo'limidan Microsoft Excel buyrug'ini tanlab, sichqoncha chap tugmasini bir marta bosasiz. Natijada ekranda Microsoft Excel dasturi oynasi ochiladi. U quyidagi elementlardan tashkil topgan. Sarlavha satri. Unda Excel belgisi, dastur nomi, joriy ishchi kitobi nomi va oynani boshqaruvchi tugmalar joylashgan. Menyu satri. Unda asosan Excelda bajaruvchi buyruqlar biriktirilgan. Uskunalar paneli. Unda ham menyudagi kabi buyruqlar biriktirilgan tugmalar joylashtirilgan. Formatlash paneli. Unda belgilarni formatlash tugmalari joylashgan. Formula satri. Unda bajarilayotgan hisob formulasini ko'rish va o'zgartirish mumkin. Ishchi hudud. Ishchi hudud gorizontal va vertikal o'tkazish yo'lakchalaridan iborat. Ular varaqlarni harakatlanishini ta'minlaydi. Ishchi hududning pastki qismida ishchi kitobda mavjud bo'lgan varaqlar yorliqlari joylashgan bo'lib, bu yorliqlar kerakli varaqqa o'tishni ta'minlaydi. Holat satri. Holat satri qisqa ma'nolarni ko'rsatish uchun mo'ljallangan.